bu nogiron degan. Qaysi joydan nogironligi aniq esimdan chiqib ketgan, masalan, oyoq yo'qmi yo boshqa deb aytgan esimda emas, ayni. Nogiron iloji bo'lsa oldirib tashinglar degan ma'noda aytilgan. Keyin dadam ham, onam ham bunga kasal bo'lgan. Yana qarshi bo'lgan. Yo'q, nogiron bo'lsa ham tug'iladi, biz qaraymiz deb. Faqat noto'g'ri tashxis bo'lgan. Xuddi shunaqa ukamda ham bo'lgan, kichkina ukamda. Unda ham shunaqa versiya bo'lgan. Ikkalamizda ham hech qanaqa nogironlik bo'lmagan lekin. Lekin men shu tug'ilganimdan keyin nimaga kasal bo'lganman bilmayman. Menimcha bir 2 oydan ko'p kasal bo'lganman. 13 kun lekin uyqusiz qaraganman. Dadam bilan onam almashib 1 soat, yarim soat uxlab qaragan bo'lishi mumkin. Shuning uchun menimcha bu shu 13 kun uxlamay kichkina paytimda qaragan menimcha o'lganimcha xizmat qilib qutulolmasam kerak. Shu men 5-sinfmi, 6-sinf paytimda aytgan, dadam aytibdi. Shu 13 kunmi, shu 14 kun shunaqa payt bo'lgan. Hali bir katta bo'lasan, mashina olasan, shu bir 13 kun aylantirib yurasan-da bizada dedi. Hali uni qila olmadim-u. 13 kun to'xtovsiz, lekin nasib bo'lsa bir qilaman deb turibman. Yo'ldosh Yusupov ustoz media jamoasini asoschilaridan biri, prodyuser, bir qancha mutaxassislarni mediadagi o'z faoliyatini ko'rsatishiga yordam bergan mutaxassis va hozirgi kunda Zapusk sistemasida eng katta sotuvlar va eng katta bozor maydonini egallab turgan prodyuser. Bugun sizni psixologik holatingiz, ichki dunyoyingiz va albatta mutaxassisligingiz bo'yicha ochishga suhbat mobaynida harakat qilmoqchimiz. Xush kelibsiz Yo'ldosh. Assalomu alaykum. Rahmat kattakon. Assalom. Yo'ldosh Yusupov aslida kim? Prodyusermi, tadbirkormi? Siz o'zingizni kim deb tanitasiz? O'zim kimdir deb odatdan aytib o'tirmayman. Men yo'limda masalan 2019-yil sohaga kirgan bo'lsak, nima ish qilinishi kerak bo'lsa, ketma-ket qilib ketaverganman. Ayni bunisi yo menga bo'ladi yo bo'lmaydi. Faqat shu to'g'riligini, halolligini tekshirganmiz, bo'lib qolgan qilib ketaveraman. Birinchi video montajchi bo'lganman, keyin syomkachi, keyin shu hamma anaqalarga qaraydigan PM deyiladi, anaqada boshqarganman umumiy jamoani. Undan keyin Zapusk sistemasiga o'tdik. Zapuskda prodyuser deb ataladi, sohani egasi. Hozir bitta loyihaga investor bo'lib kirib, tadbirkorlik qilyapman. Umumiy 3 ta funksiyam bor: tadbirkorlik, prodyuserlik, jamoani boshqarayotganda PM ham qilaman hozir. Hamma yoshlar ko'pi to'g'ri. Bir 70% dan ko'p uylanmaganlar-da hisoblanganida. Uylanish kerak, mashina olish kerak, uydagilarni qayerga chiqarish kerak. O'zi shunda ham energiyasi ko'p ishlaydi o'zi. Bir paytlar ana proyekt kam bo'lib qolsa, bizga ish ber deb bezaram qo'radi o'zi bunday payt. Bizning yanvar bilan fevralda passivroq ish bo'ladi-yu. Shu paytda boshdan aytib qo'yaman, yanvar bilan fevral passiv rejim. Bilgan ishlarni qilib turinglar, ish bo'lsa aytamiz. Martdan boshlab bizda sezon o'zi. Shundan keyin bosamiz deb aytib qo'yaman. Hozir ham keyin bizda bitta yaxshi an'ana bor. 2 yil, 3 yil oldin boshlaganmiz. Bizda shu o'rtacha 23, oshib borsa 24 yoshda uylanish kerak. Ishlayotgan bolalar. Bunga yaxshi bitta anaqa qo'yamiz. Masalan, yaqinda o'tirdik iftorlik paytida. Hamma bola yig'ilgan, bir 35 tacha bola bor edi. 2003 gacha bo'lganlar 23 yoshga kiradi shu yil. 2003 gacha bo'lganlar, masalan 99 dan bitta ikkita bor, yangi qo'shilganlar bor-da bolalar. Shular hammasiga uylanish majburiy qilib qo'yganmiz o'zi va shunaqa narsa qildik. Masalan, kimdirlik sal yaqinroq o'zi qiz izlab yuribdi yoki unashtirilgan boshqa, ularga nisbatan tezroq sanasigacha belgilab beramiz biz. Plus minus 7 kun, 10 kun razilsa qilishi mumkin u. Siz birovni hayotini to'liq boshqarish emasmi bu? Yo'q, shunaqa. Uni ixtiyoriy, lekin shu paytga qilsa yaxshi degan. Ixtiyoriy, majburiy. Ha, biz uydagilarga video tashlaymiz shuni. Assalomu alaykum, masalan, Dilshod aka, o'g'lingiz meni Sardor, masalan, bizda ishlayapti. O'zi ko'p taniydi uydagilar bizani. Shu yil o'zi uylantiramiz deb niyat qilib yursizlar yoki kimdir unashtirilgan. Bizda shunaqa an'ana bor, qaysidir sanani belgilaymiz va o'shanga qarab harakat qilinsa, plus minus o'shaning orasida o'zi to'y bo'lib ketadi. Shuning uchun sizni o'g'lingiz masalan 8-ga deb belgiladik, rozi bo'lsalaringiz deymizda. Qoyil, voy tavba. O'sha kuni 21 kishiga jo'natganmiz shuni. Aksariyati pozitiv. Bo'l zo'r qilamiz, yaxshi narsa o'zi biz kimdirlar sanani belgilamay yuruvdik, muhimroq edi. Keyin qaysidir ma'noda biz anaqa to'y bo'layotganda kassamizni anaqa chiqarib beramiz-da. Kimdirlarga qancha yordam kerakligiga qarab. Shuni hisobiga ham baribir aniq tezlashib ham ketadi ko'pida. Demak, ular sizlarda ishlayotgan xodimlar o'zini to'yini qanchadir qismini hal qila oladigan, moliyaviy hal qila oladigan darajaga chiqib olishadi. Ha. Bo'ladi, shunaqa. Hech bo'lmasa 50% ni o'zi hal qila oladimi? Mana shu yoshda 24 yashar bola asosan o'zi hammasi o'zi qiladi. To'yini o'zi qila oladigan darajaga keladi. Shunaqa daromad berasizlar.
bu qadriyat nimadan kelib chiqyapti endi man hozir shuni tushunib olaylik. Bu qanaqadir birovni hayotini boshqaruvchi anaqa diktatorlik rahbariyati stilimi yoki boshqa maqsad bor? Yo'q, o'zi mana bunaqa kelib chiqqan. Boshida bir 5-10 kishi bo'lganmiz-ku o'zi boshlayotgan paytimizda. Masalan, siz Elboyev Shahzod taniysiz-a? Taniyman. Mendan 1 yosh katta, men kursdoshim. Undan moliyaviy holat sal pastroq bo'lgani uchun bizdan keyin uylanganda, bunda aniq aytayotgan bo'lsak. Unda shunaqa biz o'sha paytda ham bitta o'tirib 5 kishini anaqasini belgilaymiz-da, yaxshi niyatda, ya'ni sizlar o'zlaringcha hali pul topolmagan, oshxonamni remont qilishim kerak, uyimni remont qilishim kerak deb ana to'yga emas, to'y oldi sarflanayotgan ko'p narsalarga xarajat qilmanglar-da, ayni to'yda o'ziga sarflanglar deganday reja qo'yib berganmiz-da. O'zlariga ma'qul bo'lib qilingan o'zi u ish. Shunaqa bo'lgan Elboyevda to'y belgilangan, biz o'sha avvalroq aytganimizda, unda pul yo'q bo'lgan. To'y belgilangan 2 oydan keyin shunaqa. Siz bilan zapis qiladigan bo'ldik. Men u payt bir o'zim ishlardim, siz bilan bilsangiz, bitta yordamchi qo'yardim-da. Keyin u yaxshiroq variant edi, Shahzod menga yordamchi qilib qo'ydingiz bizning proyektga. Shahzodga aytdim, siz mana shu yerda asosiy bo'lasiz, hamma operativ ishlar boshqarasiz. Ustoz bilan qaysi joyda gaplashish kerak bo'lsa men gaplashib turaman-ku, lekin operativ hammasini boshqaring. Mana shuncha foiz siz olasiz-da, to'yingizga ham yordam bo'ladi dedi. O'sha zapisdan yechgan puliga uylandi u. Qancha bir 5 millionmi minusga o'tgan. Qoyil. Ana shundan boshlab как бы anandan sifatida o'tkazib kelyapsiz. Bu qanaqadir kimdirlar bo'ysunib yetgan bo'lsa bemalol unga. Lekin o'zi ko'pchilik muxlislik qilib, ha, davay menikini ham qiling. Masalan, bitta 2004-yil bola o'zi kelib, men o'z oilada katta farzandmandan shu yil qilmoqchi edi. Shunga ham anaqa qilib yuboraylik, uydagilarga video jo'nataveraylik deydi-da, masalan. Tushunarli. Mana hozir mana shuni shunaqa ochiqlab bermasangiz, yo'ldosh, bu xuddiki birovni hayotini boshqaradigan rahbarlar ham bor-da. Shunga o'xshab chiqyapti mana. Endi siz ochiqlaganingizda umuman boshqa narsaga aylandi. Bizda hamma narsa samimiy o'zi. Masalan, kimdir mana shunaqa anaqa ham bo'ladi. 1:30gacha anaqa yoqtirish ham samimiy, to'g'rimi? U zapisk paytida 24/7 ishlash kerak u. Kimdir masalan bitta bola uylanmoqchi, akamdan kerak bo'lsa qiz tanlash bo'yicha ham konsultatsiya oladi-da. Juda ko'p narsa yaqin ana, yashirilayotgan narsalar kam nisbatan. Uydagi qaysidir holatda muammo bo'layotgan bo'lsa, o'sha bo'yicha ham ma'lumot oladi. Masalan, shunaqalar bo'lishi mumkin. Voha tarafda yashab kelyapti-da, lekin u yoqda masalan namoz o'qish juda ham anaqa. Shunaqa qaraladi. Uydagilari ham to'g'ri qaralmasligi mumkin. Shunaqa vaziyatda nima qilayin deyishi mumkin. Biz ham shu bosqich bosib o'tganmiz-ku bar. O'sha narsani gapirib beramiz, nima qilish kerak. Ha, o'zingizlarni keysinglar bilan bo'lsa ham ustozlik qilasizlar. Ha. Keyingi savollarga o'tamiz. Uylanganingizdan keyin xarakteringizda nimalar o'zgardi? Nisbatan talabchanlik kamayganroqday. Ishga nisbatan emas, oilaga nisbatan. Masalan, menda endi ishda aniq aytaman vazifalarni o'sha paytda bajarish kerak-ku. Oilada nisbatan yumshoqroqday bo'ldi. Avval masalan men ana shunaqa boshqaraman, uyda mana shunaqa bo'lish kerak edi. Yoki uyda ham talabchan farzand bo'lgansiz. Shunaqa. Hozir ham talabchanman. Hozir ham talabchanmiz. Aytilgan narsalar vaqtida bo'lish kerak. Masalan, 12 da bitta joyga chiqib ketishimiz kerak. Men borganimcha tayyor bo'lish kerak ular. Yo borganimdan keyin yarim soat kutmasligim kerak. Aniq talablar bor. Qaysidir joylarga nisbatan yumshoqroq bo'lgan bo'lsam kerak. Aynan nimani hisobiga yumshadingiz? Turmushdagi oila qurganingizdan keyin nima hisobiga sizda yumshash bo'ldi? O'z oila qurishdan oldin men ko'p o'rganmaganman. Oilada qanaqa bo'lish kerak, nima bo'lish kerak. Avvaldan ko'rgan narsalarni mana shunaqa boshqariladi deganman. Keyin shu diniy tarafdan nisbatan o'rganish boshladim baribir. Islomda qanaqa bo'lish kerak edi, payg'ambarimiz qanaqa qilgan yoki shular o'rganish boshlaganimga qaysidir nuqtalar ta'sir qildi. Hali ham ular aytgan hamma narsani qilganim yo'q, kamchiligim ko'p. Ana buni intervyu ayolimiz bari ko'radi. Unda ham ha bunaqa emas-ku deydi baribir qaysi joyida. Hali qaysidir hammasini qila olganim yo'q, lekin qaysidirlari ham demak men shuni hozir o'zgartirsam bo'lar ekan deb narsalar o'zgartirib boryapsiz. Nima desa bo'ladi? Ayolingizni biz ham taniymiz-ku, masalan. Tanigan holatda aytishimiz mumkin. U kishidagi yumshoqlik ham balki ta'sir qilgandir. Ha, shunaqa. Chunki ular sizni umuman ziddingizlar-da. Baribir siz talabchan. Onam bilan bir xil anaqa pozitsiya. Ularda ancha yumshoqlik, qo'nish, bosiqlik bo'lgani uchun balki kompensatsiya. Chunki oldingizdagi yumshoq odamga shunaqa xarakterizatsiya qila olmaysiz ham-da baribir. Ha. Ya unda ham anaqa qaysarliklar bor. Trash turamiz, tashlash turamiz. Endi usiz iloji yo'q. Tushunarli. Xo'p. Oila qurgandan keyin erkaklar xohlasa xohlamasa o'zgaradi. Sizda nimalar o'zgardi deb o'ylaysiz? To'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan ko'proq pul topish boshladim baribir. Uylanganimdan keyin bitta pozitsiya bo'lgan bo'lsa, keyin farzandli bo'lganimdan keyin
men qaysidir payt o'ylamaganman 100 mingdan tepa maosh ola olaman debdi. Hozir masalan bemalol qara olaman. Ko'p narsa bari fikrlashga ta'sir qildi-ku. Men masalan ayni shu uylangandan keyin bo'ldi yo men bundan keyin bo'ldi deya olmayman-da. Hammasi bir-biriga bog'liq bo'lib keladi-ku. Masalan men 2 yil bo'ldi Samarqandga ishga ketganimga, Samarqandda ishlayotganim ancha fikrlashim o'zgardi. Chunki Anvar akam fikrlashi menga katta ta'sir qilyapti. Chunki birga ko'p yuramiz, men bunaqa qilgan yaxshi. Oilaga qarashimga Anvar akam juda katta ta'sir bor. Ular bari boshqacharoq tarbiyada katta bo'lgan bizga nisbatan. Men bunaqa xursand qilib turish kerak. Bir petlar ayolga gul berish, onasiga, otasiga qanaqa munosabat qilish, hamma narsani ko'p narsa o'rganganman u yoqdan. Ayolingiz haqida. Siz uchun ayolingiz kimlar? Men uchun shu birinchi farzandlarimni tarbiyalayotgan ona, hozir birinchi. Meni ko'p jihatdan bari o'zgarishimga ta'sir qilayotgan ayol, hamma xizmatlarimni qilib berayotgan ayol. Yaxshi bilmadim boshqa birontaga uylanganimda bunaqa bo'ladimi yo'q bilmayman. Lekin hozir shu o'zim xohlaganday va balki eng xayrli variantda bo'lgan inson deb o'ylayman. Ko'p taraflama. Chunki men undan oldin o'zim biladim, undan oldin ham ko'p bir ikkita qizlar bilan gaplashganman. Qaysidirlariga uylanishim ham mumkin edi, lekin ularga bo'lmagan. Eng xayrli variant bo'lgan deb o'ylayman. O'z odat anaqa tanlashimda ham singlim anaqa bo'lgan. Shu avval gaplashib yurgan qizim admin bo'lgan. Ancha vaqt gaplashmaganmiz, litsey payt gaplashganmiz. Keyin aytganman uydagilar, men uylanayotgan paytimda o'zim izlab yurmayman, sizlar topib berasizlar. Men gaplashib ko'rib, qanaqaligini bilib, keyin aytaman sizlarga deganman. 3-4 bir 10 xilni bersa bergan o'zi aytib, men deb shu bir kuni bizda ana avgustda o'zimizlayotgan payt bo'ladi. Tomda o'zimizlik o'tirsak, mana shunaqa variant bor ekan. Ular shaharda katta bo'lganda, ya'ni qishloqdan chiqib shaharga mana shunaqa bitta ko'rasanmi dedi. Bitta izlashtirib ko'raman dedim. O'rganib chiqib qanaqa o'zi, qanaqa xarakteri qanaqa, oilasi qanaqa, hammasini o'rganib chiqib keyin shu ma'qul bo'lgan, o'zim gaplashganman telefon qilib. Ana gaplashishim menda zo'r bo'lgan. Telefon nomerini topganman, ancha qiyin bo'lgan topish nomeri, o'zi sekretniroq yurar ekan ular ko'p. Shu ham yoqqan o'zi. Nomerni topib tashlaganimda telefon qilyapman. Men shu yo'llashman, mana shunaqa 5 minut vaqtingizni olaman. Men undan ko'p gapirib o'tirmayman. Ismim shu, mana shu yerda qo'shni O'razmatdaman, dadangiz qishlog'idan. Men uylanmoqchiman o'zi. Men sevdim yo gaplashib yuraman deb telefon qilganim yo'q, uylanmoqchiman. Mash joyda ishlayman. Bitta surishtirib qiziqib ko'ring. Hozir menga umuman javobingizni aytishingiz kerak ham yo'q. Javobni eshitmayman ham deganman. Shunaqa shartim bo'lgan. 3 kundan keyin telefon qilaman. Bitta o'rganib ko'ring, keyin javobingizni aytasiz. Undan bo'pti-da, bor qo'shnini qizini hozir sevibga bor-u. Hatto shunaqa stil. Shunaqa bersa deydi. Bo'ldi, shuni o'zida sevadi odam, bo'ldi. Tegaman deb surishtirib o'tiradimi bunaqa pozitsiyaga? An'anaviy pozitsiyaga teskari pozitsiya bo'ldi, qizlar yaxshi ko'rib qoladi. Shunaqa bersa bo'lgan. Endi birdan rozi bo'lmagan, bir oymi, 2 oymi vaqt ketgan. Erkakning muvaffaqiyatida ayollar roli haqida qanaqa fikrdasiz, yo'ldosh? 100% bo'lsa 50% ga bari sherik bo'lsa kerak kamida. Chunki ishda bemalol ishlab yurishingizga qaraydi. Bemalol ishlab yurish uchun oila tinch bo'lishi kerak. Ota-onangiz bilan yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Bolangiz yaxshi tarbiya bo'layotganini bilishingiz kerak. O'sha tarbiya berish uchun o'zi o'qiyotganini, hamma narsasini baribir kechga borganda so'rayman-da. Bugun masalan necha bet kitob o'qildi, Qur'on qancha o'qidi, nima o'rgatildi bolaga yo qanaqa ishlar qildi. Har kun so'ramasam ham bir haftada hech bo'lmasa bir marta bo'ladi. Tergovli so'rashmi yo bo'lishib, qiziqib, rostdan qiziqligi uchun so'rashmi? Tergovligi ham, u ham. Chunki o'zim ham qilaman-da uni, men o'zim ham tashab turaman. Bugun masalan men odat shakllantirish uchun kurashasiz. Ha. Bugun masalan men 8 bet Qur'on o'qidim, sen necha bet o'qiding masalan. Mana shunaqa men o'zim ham qilaman ko'pini, undan qilishni ham talab qilaman shuni. Nimaga qilish kerakligini tushuntiraman boshida. Masalan, nega kitob o'qish kerak? Shu mendan ko'ra bolalar sendan ko'proq tarbiya oladi baribir. Dunyo qarashing keng bo'lishi kerak. Mash yo'nalishlar bilishing kerak baribir sen ham. Ayolingizga nimalar uchun minnatdorchilik bildirgan bo'lardingiz? Bu efirni ular ham ko'radilar. 3 ta narsa. Birinchi shu hamma aytgan xizmatlarni qilib yurgani uchun birinchi. Ota-onam bilan yaxshi munosabatda bo'lgani uchun baribir ular holatiga qarab. Hozir birga yashamaymiz. Yashagan payt xizmatni qiladi. Biz Samarqanddamiz. Hozir kelganda boshqa paytda telefonda gaplashib, boshqa qilib, onam bilan bir xil xarakterda, chunki ular
yaxshi anaqa munosabatda bo'lgani uchun, bolalarga yaxshi tarbiya berayotgani uchun. Shu menimcha qaysidirlar esdan chiqmamiz. Rahmat. Ustozlar haqida. Har bir insonni hayot yo'lida unga to'g'ri yo'nalish beradigan ustozlar bo'ladi. Sizga eng katta ta'sir ko'rsatgan ustozlaringiz kimlar? Ulardan oldin ulardan olgan eng katta saboqlaringiz qaysilar? Hozirgachalik shu joyga yetib kelishimizga bir 10 tadan ko'p ustozlarning aniq ta'siri bor. Eng birinchi menda shunaqa holat bo'lganda 9-sinf bitiryapman. Dadam so'ragan mendan, "Qayerga topshirasan o'qishga?" Ikkita variant bor edi. Yo Qo'shirobodda o'zimizda Oktyabr degan joyda kollejda o'qiysanmi, yo Samarqandga ketasanmi? Ixtiyoriy bo'lgan, u ham ayni borasan deb. Menga farqi yo'q degan. Menda shunaqa ayni mana shu narsani qilaman degan narsa nisbatan kamroq. Keyin akam aytgan, "Bo'l, anaqaga Samarqandga boradi, o'sha yerda tayyorlanadi. Bo'l, qilaveraman." Va u men uchun Samarqandga borib tayyorlanib shu payt qiyinroq edi. Nimaga deganda, qishloqda bemalol bolalar bilan o'ynab, qaysidir 9-sinf bitirgandan keyin bo'ladigan jarayonlar bor. Masalan, mashinada boshqa shunaqa yursam yengilroq edi, lekin borib bo'l o'qishim kerak bo'lsa o'qiyveraman deganman, ketganman. Birinchi o'sha nisbatan hayotim ancha o'zgarishiga ta'siri akam, har doim akam bo'lgan, qaysidir joylarda ham. Birinchisi akam baribir. Ikkinchisi shu o'qishga borganda o'tkir ustoz bor, Haqberdiyev. 3 yil davomida umuman avval qilmagan darajada hali 0 holatdan qaysi darajaga meni shakllantirgan va o'sha 3 yil davomida olgan bilimlarim, shakllangan xarakter menga hozirgacha men shu o'lganimcha bari menga anaqa beradi, foyda beradi. Bu uncha alohida rahmat aytaman. Chunki 0 odam bir fizikani hech narsasini tushunmaganman-da, lekin zo'r bo'lib ketdim deya olmayman, lekin xalqaro olimpiadagacha chiqqanman u yo'ldan dalish ketmadim, lekin o'sha paytda qilgan mehnat, o'rgatgan o'gitlari, shu odatlarni shakllantirib bergan juda katta anaqa bergan. Chunki 3 yil har kuni 10 soatdan ishlashni bizga normal holatga keltirib qo'ygan. Shunaqa bo'lish kerak o'zi, chunki sen natijaga chiqmoqchisan. O'sha qishloqdan chiqib, qayergadir borib natija qilmoqchisan, shaharda qaysi joydadir ishlamoqchisan. Busiz iloji yo'q. Buni qilishing kerak degan narsani singdirgan bizga. Biz buni norma darajasigacha olib chiqqanmiz degan. Bunaqa shogird tiqilib yotibdi ustozlar. Bir 10 ming, 20 ming odam bo'lsa kerak. Aniq aytganini qilgani hech bo'lmaganda 5 mingta bo'lsa ham, o'sha 5 mingta qaysidir joylarda hozir yaxshi oilasini boqib, yaxshi natijalarga erishib yuribdi. Ikkinchisi bu, uchinchisi bu biza shu sohaga kirib kelayotganimizda bizga juda katta turtki bergani bu Muhammad Ali ustoz bo'lgan baribir. Men boshqa joyda bir oylikka ishlab yurgan edim. Jo'ramam shunaqa edi. Sherzod biz birinchi ikkalamiz boshlaganimizda, keyin akam bilan qo'shilib shu media bozorida to'liq kirib kelib, shu yerda yaxshi pozitsiya qolishimizga ustoz juda katta yordamchi bo'lgan. Sizga tavsiya berishiga ham Absamat ustozga aytgan, Mehrunson Nurullayevaga ham shular bilan ishlang, shular qilib beryapti deb juda katta bizga ana klient oqimini olib kelib berganda bundan hech qanaqa evaz ham kutmagan. Yaxshi yurtyapsizlar, blankini ham qilib ketaveringlar degan. Hozirgacha yaxshimiz, ustoz xizmat qilishga harakat qilyapmiz. Keyingisi bu hozir birga ishlayotganimiz Anvar aka Temirov. Men shu miyamda masalan qaysidir narsalar 10 baholik o'ylab yurgan bo'lsam, hozir shuni 10 ga olib chiqishiga, 100 ga olib chiqishiga juda katta yordam bergan. Kengaytirdi xolam sizni. Oila temasida, pul temasida yashash, umumiy fikrlash. Masalan, hozir 3000 dan ko'p odam ishlaydi-da yuksalishda. Bizda 100 ta bo'lgan bo'lsa, bizdan bir 30 barobar keng rejimda ishlaydi, 30 barobar keng fikrlaydi. Hamma narsada. Shu narsa bizga juda ham ko'p yordam beryapti. Shu qaysidir ustozlar esdan chiqqan bo'lsa, o'zi so'rayman, lekin asosiylari shular. Har doim hayotimiz bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga 90 gradusga, 180 ga o'zgarayotganda juda katta yordami bo'lgan. Qolganlardan bizlarda farqimiz ham shu media sohasidagilar yo boshqa joyda shu ustozlar yonida yurib, ular aytganini qilib kelayotganimiz deb o'ylayman. Chunki men eslolmayman marketing haqida oxir marta qachon kitob o'qiganimni. Men odatdan kam kitob o'qiyman. Har doim bizda amaliyotda bo'ladi, ustozlar aytganini qilib beradi. Ustozlar soha bo'yicha o'rgatmaydi. Shu tavsiyalarni beradi, mana bunaqa qilib rivojlansalaring yaxshi deb. Shular biz amaliy qilishga harakat qilamiz. Siz akangiz bilan birga boshladingiz, akangiz bilan birga ishlaysiz. Sherikchilikda ko'p narsalar. Bu qanchalik muammo tug'diradi yoki qanchalik yengillik? Bizlar uchun yengillik bo'lgan. Chunki bizda ish va oilani bir-biriga uncha ko'p aralashtirmaymiz, lekin masalan qadar ish chiqib qolsa oilada bemalol chiqib xizmatini qil, yo sen qilib kel, yo men qilib kelay, yo sen qilib kel deydi.
ishlarni birga ishlayotganimiz ancha qulaylik tug'dirgan bizga. Ko'p narsalar bitishida muammo tug'dirgan joyi hozirgacha bo'lmagan bizda. Akangiz boshqaradilarmi sizni? Aka sifatida hayotingizda nasihat, boshqaruv, ish bo'lishlarni qiladilarmi yoki teng munosabat ko'rsatadilarmi? Boshqaradi, tavsiya beradi, lekin aniq shuni qilishing kerak degan anaqa boshqaruv stili yo'q. Mana shunday bo'lishi kerak deb men qaysidir ma'noda teng, lekin boshqaradi. Bizda bo'ladi, bir xilga oilada bo'ladi, uzr mana oiladagi katta akang aytgani bo'ladi deydi, ota-ona hamda. O'sha hamma shu odamning aytganini qilish kerak. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Chunki bu eng erkin hammada bizda. Singlim ham bemalol o'zini xohlayotgan narsasini noto'g'ri bo'lmasa qilishi mumkin. Tushunarli, rahmat. Endi ish faoliyatingiz haqida bitta narsani ochiqlab ketaylik. Mana siz o'sha aytganingizdek prodyuserlikdan boshlab turib, hozir umuman boshqa liniyadasiz. Ya'ni zapusk sistemasini qurilish liniyasiga o'tdingizda, hozirgi kunda bitta qurilish korxonasi loyihani ichida tarkibida biznes boshlab ketdingiz, tushunayotgan bo'lsam. Shunaqa. Bu qanaqa bo'ldi va bu sizga nima uchun kerak bo'ldi? Bu sizni boshqa liniyaga o'tganingizni belgilaydimi? Qurilishda bilasiz, hamma yaxshi pul topadi, boshqa bo'ladi. Ana ehtiyojlaringiz hammasini yopib bo'lasizda, qo'pol qilib aytganda. Masalan, o'tgan yili men 7 tachami uy olganman, boshqa bo'lgan, ya'ni yopilishi kerak bo'lgan hamma moddiy narsalaringiz yopiladi. Endi nimadirga harakat qilish kerak odamlar. Menda shunaqa holat bo'lib, 3 oycha kassamda qanchadir pul bor, ishlamasam ham 1 yil 2 yil yetadi-da, anaqa bo'lib qoladi. Odam lanjlashib qoladi. Anvar aka uni sezdi, nima bo'lyapti? Va mana shunaqa avvalgida harakat qilmayapsan, dedi. Aka, shu mana shunaqa holat bo'ldi. Ana hamma bari yopilayotgan narsalar bir yopiladi, baribir keyin nimadirga ulatish kerak. Biz sen bilan oddiy shu o'zimizning ehtiyojlarimizni yopishib ketish uchun kelmaganmiz. Biz aniq qilayotgan ishlarimiz bor. Odamlarga seni qobiliyating boshqalarga ham yordam berish kerak. Keyin men aytdim shunda, bo'l bitta loyihaga sherik bo'lib kiring. Menda mana shuncha kapital bor, birontasini aytsangiz sherik bo'lib qilaman dedi. Shundan keyin aytdi, men aytgan summadan 3 barobar ko'p summani aytdi. Mana shuncha pul topasan dedi. Zo'r qilibdilar. O'sha pul tikdik. Hozir qanchadir qarzdaman, lekin avvalgi o'sha hamma pullar harakatim bor. Hamma pullarim, safta pulim bor, bemalol yashayotganimda ancha mazza qilib yashayapman, lekin anaqa vigaranadi desam bo'ladi. Chunki olgan qarzim bor, uni qutulishim kerak. Demak, hozir sizda nabarot o'sish ketyaptimi? To'g'ri tushundimmi? Qarzda bo'lsangiz ham bu sizni nabarot motivatsiyali qilyapti. Shunaqa. O'tirib qolishdan qutqardi. Larjiydan qutqardi. Shuning uchun siz shu biznes ichiga kirdingiz, to'g'ri tushundimmi? O'z rejamizda ham baribir doim o'sib kelamiz. SMMdan shaxsiy brendga, shaxsiy brenddan zapuskdan keyin qurilishga o'tdik. Keyingi tramplin kerak edi. Eng keyingi etap deb qaraymiz. Nasib bo'lsa hali o'zimiz alohida qurilish qilish ham reja qilib turibmiz. Shu yil bironta loyiha qilamiz hali. O'zimiz mana shu akam Sherzod uchalamiz bitta qilib qurilish ochamiz. Mashalloh. Siz uchun pul, mashina, uylar qanchalik ahamiyatli o'zi, Yo'ldosh? Endi shu paytgacha shu narsalarga erishamiz deb hamma bola baribir uy olaman, mashina olaman, shahardan aniq qilaman deb kelib, menga hozirgacha aktual bo'lgan. Hozir ayni o'zimni mana shu o'zimni uyimda yashamayman, kvartirada yashayman, lekin olaman desam bemalol ola olaman, lekin shu biznesga tikib boshqa qilib ko'paytirib anaqa harakat qilyapman. Hozir men uchun juda aktual emas. Mashina har doim aktual, menda uy juda ham aktual emas, lekin erkinlik beradi. Xohlagan joyda o'zim yaxshi deb bilgan uyda yasha olaman. Kvartirani pulini berib, bitta joyga bog'lanib qolish xohlaganim yo'q. Hozir Samarqandda. Atay shunaqa qilasiz. Bog'lanib qolmaslik uchun. Shunda. Masalan, Samarqand narigi chetidan bitta zo'r uy olib, bu chetiga ishga ketganimcha, o'sha naryoqda bo'lsam yaxshiroq uy hamma joyda ko'chira olaman deb hozircha shunaqa qilib turibman. Lekin baribir qilaman o'zim uchun. Hozircha shunaqa pozitsiyadaman. Anvar aka o'zim aytgan, 28 yoshimgacha kvartirada yashaganman. Qachon milliondan tepaga chiqqanimdan keyin o'zim uchun uy sotib olganman. Men ham shunday harakatdaman. O'zi umuman mana shu media sohasida bosib o'tadigan shu yo'llaringiz boshi qayerdan boshlanadi, Yo'ldosh? Nimadan keyin bo'ldi bular? Men litseyda 3 yil noldan kelib, olimpiskiy darajagacha ustoz tayyorlagan Haqberdek o'tkir ustoz bilan Yilbek ustoz. Noldan o'sha 3 yil davomida mehnat qilib, bir nol odam, fanni o'qimagan odam yaxshi darajaga chiqishdi. O'sha yerda ustozlar meni misolimda isbotlagan va men miyamda o'sha paytda zo'r narsa hosil bo'lgan. Любой narsani harakat qilsa, erishsa bo'lar ekan degan. Chunki 3 yil men sprint rejimda, ya'ni 10-12 soat dars qilganmiz har kuni. Dam olish kunlarsiz, bosh bayramlarsiz, hamma narsasiz. Faqat dars bo'lgan. O'shandan keyin
men xalqaro olimpiadaga chiqqanman Qozog'istonda fizikadan, u bo'lmasa fizikani men maktabda umuman o'qimaganman. Bir 6 tami 7 tami sertifikatim bor o'sha 3 yil davomida mana shu fizikada olimpiyist degan anaqada, litseyda ham 1-2 o'rinda turardim DTM natijalari bo'yicha. Ya'ni men o'zimda shunaqa narsani isbotlaganman. Hozirgacha shu narsa menga do'q beradi. Men 0 holatda bo'lsam ham shu narsani kimdir qilyapti, men bemalol qila olaman degan narsa bo'lgan va institutga topshirganimda 1-o'rin kirganman budjet bilan. 1 yil o'qidim ta'tilda dasturlash yo'nalishida. Samarqandda nisbatan sal qiyinroq edi. Endi o'zim bahonam bo'lishi ham mumkin bu, lekin faktiski ko'proq bolalar qaysi natijaga chiqish juda ham qiyinroq. 1 yilcha o'qiganman. 2-yilda 2-oyda ham o'qish yoqmaganligi uchun ham boshqa ma'lum bir sabablarga ko'ra o'qish tashlashga qaror qilganman. Shundan keyin 1 oy qishloqda yurganman. 1 oydan keyin Toshkentga kelib 2019 noyabrda kelganman. Shundan keyin bu sohaga kirib kelganman. O'qishni tashlab ketganmisiz? O'qishni tashlab ketganman. Yaxshigina qaysarligingiz ham bor ekan, demak, buntariniz bor. Shunaqa 2,5 million so'm pul bilan kelganman Toshkentga va mendagi maqsad shu 2,5 million so'm pul tugagancha pul topayotgan bo'lishim kerak. Shuning uchun SMM sohasiga kirganman. Ya'ni men sohani tanlayotgan paytda buni men yaxshi ko'raman, menga to'g'ri keladimi yo'qmi degan funksiya yo'q menda. Hozirgacha ham qaysi narsalarda to'g'ri ish bo'lsa, halol bo'lsa, bu farqi yo'q qilib ketaveraman. Shuna qaragan paytim eng tez urgani pulga chiqish mumkin bo'lgan soha SMM edi. Akam tavsiya berdi. Men bilmas edim. 5-6 ta variant berilgan. O'shaning ichidan buni tanlab shu sohaga kirganman. 20 kunmi, 25 kunlik kurslar bo'lardi. U payt SMM juda ham qisqa edi. Men narsani qilasan degan, keyin kattardi. O'shanda birinchi o'qib 2 oydan keyinga menimcha bir 500 mingmi birinchi oyligim olganman. Yani o'zimga yetadigan darajaga chiqqanman. To'g'ri, orada pul kerak bo'lgan payt akam qaysidir paytlar bergan. Asosiy maqsadim shu bo'lgan. Menda 2,5 million pul tugagancha men uch pul topayotgan bo'lishim kerak. Haqiqiy erkaklarga xos kasb tanlash bo'lgan ekanda. O'zi erkaklar qalb kasbini qidirib o'tirmaydi, ular shu muammoni hal qilish kerak bo'lgan joyda pul bilan hal qilish kerak bo'lgan joyda o'sha ishni qilib ketib kasbga kiradi-da o'zi odatda. Endi hamma anaqa kasb tanlash har xilcha bo'ladi-yu. Agar odam bemalol bo'lsa, unda menimcha tanlab nimadir qilsa bo'ladi. Hozir masalamizda bolalar o'qityapmiz. Hozir 70 dan bola o'qityapmiz grantda. Ustoz tashabbusi bilan muhodarasiz siz boyagi shu grant beramiz dedi-yu, tojikistonlik bola Rossiyada o'ldirilgan. Biz ham shunga hissa qo'shish anaqasida 70 ta bolani o'qityapmiz hozir grantda 2 oylik oxiriga kelib qoldi. Shu kun bir speech qildim, o'shaga chiqib gapirdim. Men boshqacharoq gapiraman sizlarga, boshqalardan ko'ra. Hamma intervyuda ko'radi, boshqa joyda ko'radi. Ana xohlagan ishlaring qilinglar boshqa. Balki men ham shu darajaga qachondir yetib kelaman, lekin hozirgi fikrlashim odatdan u yerdagilardagi yo dadasi, ayasi Rossiyada ishlayotgan, yo hali holati yaxshi emas bolalarda, umumiy oila. Sizlar hozir shuni qilsam yaxshi, menga yoqyapti, yo unaqa emas. Sizlar shuni qilib, pul topib qaysi narsalarni yopganlardan keyin pul deb keyin o'ylab ko'rsalaring bo'ladi deb tushuntirdim. Menimcha ko'pincha shunaqa qilgan yaxshiroq. Ayniqsa bizning sharoitda qaysidir qishloq sharoitdan kelib chiqib o'zi amal taqal yurgan bolalar bo'lsa, birinchi shunaqa qilgan yaxshi. Qizlarga bilmayman, lekin o'g'il bolalarga shunaqa bo'lishi kerak. O'zi qoidasi bo'yicha, masalan, psixologiyada ham shunaqa, erkaklar o'sha asosiy javobgarliklarini hal qilish, ya'ni ta'minot masalasida, muammolarni moliyaviy yopish masalasida kasbga kirishgani to'g'riroq, chunki ularga motivatsiya shu moddiy yopishda hal qilish. Ayollarda aksincha, ayollarda shu zavqlanib, yordam berib, mazza qilib ishlashda. To'g'ri aytasiz. Haqiqatan ham yaxshi variant berdingiz. O'sha ishga kirib bo'lgandan keyin ustida yaxshi ko'rishni anaqasini ham qilsa bo'ladi. Masalan, hozir bizda kurs sotdik-a, 10 mingga yaqin odamga kurs sotdik-da zapus payt. O'sha paytda ham pul topdik. Birinchi maqsadimiz bari pul topish edi, bunday hisoblaganda. Keyin o'sha ta'lim yo'nalishida ishlayotganimiz uchun ham pul topaylik, lekin o'qiyotgan o'quvchilarim yaxshi natijaga chiqsin deb buni ham qo'shdik. Masalan, 10 mingta odamga hayotning qaysidir nuqtasida sal o'zgarishga bo'lsa ham hissamiz qo'shaylik. Yomon narsa emas. Pul ham topasiz, ham qolganlarga o'zgarishga hissa qo'shasiz. Ya'ni shuni kimdirlar bari yaxshi ko'rib tanlaydi-ku. Biz o'sha funksiyani ham qo'shib qo'yganmiz bo'ldi. 10 mingta odamga nima yo'nalishda hozir dars qo'ydinglar? Onlayn bo'ldida. Yo'q, mana shu paytgachalikda. Shu vaqtgacha. Shu vaqtgacha bizda 10 mingtadan ko'p odamga ko'rsatganmiz. 2 yil ichida sotgan. 2 yil ichida. 2 yilda 10 mingdan ko'p odam ko'rsatgan. Bu SMM xizmati, prodyuserstvo bilan hammasi qo'shilibmidi? Yo'q, biz o'zimiz sohamizda emas. Masalan, dietologiyada kim bilan hamkorlik qildik, imij-stilistikada, siz bilan psixologiyada yoki biznes kurslarda hammasini hisoblaganimizda 10 mingdan oshdi bizda sotgan kurslarimiz. Aha, demak, sizlarni sotuv jarayonida ishlashinglardagi qadriyatinglar, maqsadinglar albatta mana shunaqa bo'lishi shart-da. To'g'ri tushundimmi? Berayotgan, biza sotayotgan mahsulot kimlargadir yetib borganda hayoti o'zgarishi kerak, foydali bo'lishi kerak. Yoki ularni faqatgina pulini
olib qo'yishgina bo'lmasligi kerak maqsadimiz degan qadriyat nuqtalaringlar bor bo'lgancha siz shunaqa xulosa bera olyapsiz hozir 10 mingta odamga sotganimizda deb. Bizni shu paytgacha ishlagan ekspertlarimizni qaysidir kursidan недоволен bo'lib chiqib ketgan, ya'ni norozi bo'lib chiqib ketganlar foizi menimcha maksimum borsa yo 10-20%da. Qaysidirlarda umuman yo'q. Masalan, parda sohasida ishlaganimizda aniq yo'q. Chunki uni men realniy o'lchaganman. Nimaga deganda, uni o'qib bo'lgandan keyin aniq pul topish oshadi. Pul topish aniq. Kasbda shunaqa kurs qilganmiz. Masalan, boshqa shunaqa kurs qilayotganlar ham bor parda yo'nalishida. Bizda lekin aniq uni ichidagi detalni shuni qilsa, aniq pul oshadigan versiya qilganmiz. Ya'ni sen meni kursdagilarni qilib bor, natijaga chiqamanmi deydi-ku. Biza aytgan narsalarni qilsang 100% chiqasan deyiladi-ku. U yerda aniq chiqadi-da, o'z boshqa kurslarda ham aniq chiqadi, lekin u yerda o'z 20% ni bajarsa ham chiqadi, natijasi o'zgaradi. Hunarda qoida shunaqada. Chunki amaliyotga o'tadi. Masalan, sizni kursingizda menimcha bir 30% ni bajarsa ham nimadir natijasi o'zgaradi ular. 100% qilmaganda ham. Shunaqa o'lchammi? Qaysi sohalar umuman olmaymiz masalan. O'sha zapusк payt trendga chiqqan payt hamma sohadan chiqqan. Masalan, psixologiyani endi sizdan so'rab, boshqadan so'rab, mana shu ekspert olsak bo'ladimi degan ko'p aniqlarimiz bo'lgan. Uncha-munchasini olmaganmiz ko'p. Qaysidirlarni xato qilib olgan bo'lishimiz mumkin vaqtida, lekin shu bilimimiz yetganicha korrektorovka qilishga harakat qilganmiz olayotgan odam. Qaysi qaror yoki harakat sizni hozirgi shu nuqtagacha olib keldi deb hisoblaysiz? Endi ayni bitta qaror yo harakat bo'lmaydi baribir. Hammasi jamlanma bo'ladi. Lekin to'g'rimi, noto'g'rimi shu o'qish tashlaganim men hozirgachalik plyusim bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin hozir o'qiyapman. Zaushinda o'qiyapman. O'sha payt uchun to'g'ri bo'lgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki o'qish yoqmayotganligi bitta sabab bo'lgan, boshqa sabablar ham bo'lgan. O'sha payt uchun to'g'ri qaror bo'lgan, ham oilamiz uchun ham to'g'ri qaror bo'lgan deb o'ylayman. O'sha paytda. Bugungacha erishgan eng siz uchun qadrli natijangiz qaysi? Aniq bittasini aytishim qiyin, lekin hozir mana shu yaxshi pul topib, dadamga, onamga sayohatga chiqishiga biron narsa olaman desa, yo uyda biron narsa olaman desa, puldan muammo bo'lmaslik darajasida ta'minlaganimiz yaxshi bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi hamma kimdir kasal bo'ladi, boshqa bo'ladi, puli yetmaydi. Masalan, men ko'rganman Rasul Kusherbayev bitta videosida nimadan afsuslanasiz desa, agar men yaxshi pul topganimda yoki shu sohaga kirmay yaxshiroq tadbirkorlikka bir narsa qilganimda, onam kasal bo'lgan paytda dorisini olib berganimda o'lmasligi mumkin edi degan videosini ko'rganman-da. Qaysidir ma'noda o'sha paytda shukr qilganman. Masalan, qishloqda katta bo'lganimiz uchun bizga katta bo'lishimizgacha onam juda ko'p kasalliklar orttirib olgan. Shu paytda Xudoga shukr qilaman. Hech qaysidir joyga davolat etganda yo boshqa qilayotganda puldan muammo bo'lmaydi. Yo'ldosh, hozir siz gapiryapsiz, xarakterizdagi kuchlilik, qat'iyat, bir narsani ustida o'zini qarorini qabul qila olish xususiyatlari chiqib kelyapti-da. Shunga ko'ra keling, bolaligingiz haqida so'raylik. O'zi aslan bolaligingiz qanaqa o'tganki, sizda bunaqa xarakter shakllangan? O'zi nechinchi farzandsiz oilada? Shular haqida ozgina ma'lumot berasizmi? Men oilada 3-farzandman, o'rtaman. Men opam ham, akam ham, singlim ham, ukam ham bor. 5tasizlar? 5 ta, hamma bor. Yoshlik qishloqda o'tgan, qo'y, mol boqib yoki bizda tok bor o'zim, o'shani ko'mib, ochib. Bizda nisbatan juda bekorchi vaqt kam bo'lgan. O'ynamaganmiz deya olmayman. O'ynaganmiz yaxshini, lekin odatdan bizda bo'sh vaqt bo'lmas edi. Har doim nimadir qilishimiz kerak bo'lardi. Dadam, onam shuni doim anaqa qilgan, ta'minlagan. Bu biz uchun zo'r bo'lgan deb o'ylayman. Kim nazorat qilardi shu ishdan ishga o'tishinglarni, bajarishinglarni, shu ishni sifatli topshirishinglarni? Otami, onami? Dadam birinchi o'rinda edi. Dadangiz birinchi. Onam keyin shuni yo'lda ta'minlaydi. Har doim uyda bo'lmas edi dadam. Shuni qilinishi kerak deb aytib yoki bir paytlar ko'rsatib, yo bir payt ko'p birga ishlanganmiz ham. Dadamda aniq deadline bilan aytilgan gapiga javob berish yo shu vaqtda shu bitishi kerak degan narsa dadamda bor. Aniq. Shundan ko'chgan. O'zi umuman ko'p farzandli oilasizlar. Boya aytganingizda onangiz ham o'sha ko'p farzand, 5 ta ko'p farzand dunyoga keltirish, bolalar sog'lom tug'ilishi, ularning katta bo'lishi jarayonlari bor. Sizda bu qanaqa o'tgan o'zi tug'ilish, bolalik, katta bo'lishingiz, onangiz nuqtasida? Menga aytib bergan nimalar deb eshitgansiz? Hamma eshitadi-ku onasidan. Sen bunaqa tug'ilgansan, bunaqa bo'lgansan kabi. Shu menga homilador bo'lgan, qachondir ayni qaysi oyligini bilmayman, shu bir borgan bizning Qo'shrobodda bir tanish doktor bo'lgan, shu tekshirtirishga borganda menimcha. Borganda bu nogiron degan. Qaysi joydan nogironligi aniq esimdan chiqib ketgan, masalan, oyoq yo'qmi yo boshqa deb aytgan esimda emas, ayni. Nogiron, iloji bo'lsa oldirib tashinglar degan ma'noda aytilgan. Keyin dadam ham, onam ham bunga kasal bo'lgan, yana qarshi bo'lgan. Yo, nogiron bo'lsa ham tug'iladi, biz qaraymiz deb. Men tug'ilganimda hech qanaqa nuqson bo'lmagan. Faqat noto'g'ri tashxis bo'lgan.
Xuddi shunaqa ukamda ham bo'lgan, kichkina ukamda. Unda ham shunaqa versiya bo'lgan. Ikkalamizda ham hech qanaqa nogironlik bo'lmagan lekin. Lekin men shu tug'ilganimdan keyin nimaga kasal bo'lganman bilmayman. Menimcha bir 2 oydan ko'p kasal bo'lganman. 13 kun lekin uyqusiz qaragan menga. Dadam bilan onam almashib 1 soat, yarim soat uxlab qaragan bo'lishi mumkin. Shuning uchun menimcha bu shu 13 kun uxlamay kichkina paytimda qaragan menimcha o'lganimcha xizmat qilib qutulolmasam kerak. Shu men 5-sinfmi 6-sinf paytimda aytgan, dadam aytibdi. Shu 13 kunmi, shu 14 kun shunaqa payt bo'lgan. Hali bir katta bo'lasan, mashina olasan, shu bir 13 kun aylantirib yurasan-da bizlar debdi. Hali uni qila olmadim-u. 13 kun to'xtovsiz, lekin nasib bo'lsa bir qilaman deb turibman. Muhimi mashinalar oldingiz. Ha. Endi aylantirish qoldi. Mashina bizda har doim ko'p qiziqqanmiz o'zi. Dadam ham yaxshi qiziqadi, shundan yuqqan. Doim ana hamma bilan bir xil mashina emas, boshqacharoq mashina olishga harakat qilaman. Bilinadi. Hozir ustoz tavsiyasi bilan Cybertruck olganman. Eng anaqa versiyasini, zo'r versiyasini. Shuni yaqinda anaqa qilamiz. Bitta loyihani PR uchun ham oldik-ku. Har doim nimadir neobычный bo'lishi kerak menda. Qachondir bu to'xtashi mumkin. Hozir men yana bitta mashina qarayapman. U ham zo'r bo'lishi kerak va boshqalarda takrorlanmaydigan versiya bo'lishi kerak. To'g'ri, masalan, O'zbekistonda 5 ta, 10 ta, 20 ta, 30 ta bo'lishi mumkin, lekin ko'chada qaraganda ko'p takrorlanadigan mashina bo'lmasligi kerak. Menga hozircha shunaqa. Bolalik sinovlaringiz bo'lganmi? Bilmadim, lekin aynan nima nuqtai nazarda sinov? Masalan, bola bo'lib turib, shu narsadan qiynaladi-ku odam ichi. O'zi bola qiynalmasligi kerak-ku shu narsadan. O'ylamasligi kerak, shatala otib katta bo'lishi kerak. Lekin sizda qanaqadir qiyinchilik bolalikdayoq his qilinganmi? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Lekin aniq tartib qoida, jo'ski rejimda katta bo'lganmiz. Qaysi ana kichkina paytingiz orzu qilasizki, bizda ham mazza bo'lsa, hech narsa ish bo'lmasa, o'ynab yursak deydi-ku, jo'ralarga. Shu payt bo'lgan, lekin hozirga qaraganda unaqa mana shu narsa kamchilik bo'lgan degan narsa yo'q. Hamma narsaga vaqt bo'lganda. O'ynashga ham aniq mana shu paytda o'ynaysizlar, mana shu ishni bitirsang o'ynaysan degan anaqalar bo'lardi. Masalan, bug'doyni xaltaga solish kerak, 10 xalta bug'doy, uchalarga solasizlar, shuni bo'lgandaga o'ynayverasizlar. Mana shunaqa har doim kelishuvli variantda bo'lardi. Sog'lom bola tarbiyasi bo'lgan ekan. Bolaga mehnat ham o'rgatilgan, mehnatning natijasida har doim rag'batlantirilgan, va'daga vafo qilingan, o'sha mehnat ko'rsatib berilgan, har doim ana ko'rsatmay o'rgatmay bor qilib kel deyilmagan. Shuning uchun ham bemalol anaqa bolalikni unaqa og'riqlarsiz o'tkazilgan ekanda, mehnat bo'lsa ham. Lekin aniq aytilgan ishlar bo'lishi kerak. Bir marta esimda ana bizda mol qo'ylar juda ko'p bo'lardi. Bir 15 tachami katta mol, bir 50 tacha qo'y bo'lardi. Aka-ukalarimiz asosan qarashimiz kerak edi. Bir kun ko'proq anaqada ko'chada futbol o'ynab qolganmiz. Kechki payt qishda 5 bilan 6 orasida hammasi yemishlari solinib, o'sha joy-joyda bo'lish kerak edi. Dadam ishdan kelib qolgan. Mollar hali ko'chada yurgan bo'lgan. Sovuq bo'lgan biz futbol o'ynab ketganmiz. Bu yoqqa kelgan degan. To'p olib bergan edi bir. Juma kuni bizda odatda juma kuni bozor bo'ladi, yakshanba kunimi bo'layotgan ishda. O'sha to'pni olib keldida, shuni peshaqani tiqib, bo'ldi endi o'ynamaysan deb to'pni yorib tashlagan esimda. Aniq jo'ski rejimda edi, bo'lish kerak bo'lgan narsalar. O'shaning uchun keyingi safar bu xatoni qaytarmaslikka harakat qiladi odam, to'g'ri. Ota-onangiz qo'llab-quvvatlovi qanaqa bo'lgan edi? Zo'r darajada bo'lgan menimcha. Bilimga har doim birinchi o'rinda bo'lardi. Kiyinish yo boshqa narsalar ikkinchi o'rinda bo'lsa ham bir marta esimda sal pul kamroq bo'lganmi uyda onamga aytganman, mana shu kutubxonaga mana bunaqa kitob kelibdi ekan, shuni olsa yaxshi ekan deb aytdim. Qanchadir pul edi-da, esimdamiz. Kitobga bo'lsang olib beramiz-u, hozir lekin sal shunaqaroq holat, agar boshqa narsaga bo'lganda olib bermas edim, lekin shuni olasan deb aytdi-da. Qolgan taraflarni masalan biron bir sohani tanlayotgan bo'lsam, biron bir o'qishga kirishda yo boshqa joyda har doim erkin bo'lgan, o'zing tanlaysan. Tanlovku mayli, butun boshli institut tashlab ketyapsiz. O'shanda qanaqa munosabat bildirishgan? Institut tashlab ketayotganimda yaxshigina qarshilik bo'lgan. Bo'lganmi ishqilib? Zo'r qarshilik bo'lgan. Hamma qatorimi ishqilib? Shunday. Keyin o'sha o'qish tashlab ketganimdan keyin, uch pul topayotgan paytim bo'l davay anaqa tiklaysan deb shart ham qo'ygan. Men 1 yildan keyin borib tiklaganman. Hozir agar unaqa bo'lmagan desangiz, siqilib qoladi-da qancha odam. Yo'q. O'qishni men ana yomon demayman. Hozir ham men o'sha 1 yil o'qiganimni ham yaxshi darajada o'qiganman, lekin o'sha alohida gruppa qilib yaxshi o'qiganlar saralab olardi. Birinchi kursda masalan 1 yil davomida o'qiganlarni ikkinchi kurs boshida alohida spes gruppa qilib saralab olgan edi, bir 20 tacha bola. Shular bilan hozir ham kontaktdaman va
yaxshi networking, yaxshi darajadagi bolalar bilan yig'ilish mumkin bo'lgan joy deb o'ylayman. Qaysidir masalan domlalar hech qaysi past esimda emas, lekin o'sha yerda kursdoshlar 1 yil davomida o'qigan bo'lsam, hammasi bilan yaxshi anaqa aloqadaman va hozir ham bordi keldiram bor. Bu o'qish yomon degan narsa yo'q. Yaxshi networking oshirsa bo'ladi, tanish bilishdan hozir. Yaxshi darajadagi bolalar bilan tanishsa bo'ladi. Masalan, bo'lishi mumkin kimdir o'qimayotgan bola o'qimayotgan bilan tanishadi, lekin bizda shu hamma o'qiyotgan kollektiv bo'lgani uchun hozir masalan o'zimda asosiy dasturiy menejmentiga qaraydigan bola bor bizda. Boshqa eng yaxshi xususiy maktablarda ish boshqarayotgan bolalar bor. O'sha yerda o'qigan bolalar. Hammasi yaxshi rezultat qilib kelyapti. Bolalikdagi sinovlar xarakteringizga qanaqa ta'sir qilgan deb o'ylaysiz? Masalan, o'sha boya aytganingizdek, yetishmovchilik buni ko'radi har qaysi bola ham. Yoki bo'lmasam ota-onani o'sha salomatligidagi muammolar bo'lgan bo'lishi mumkin, ota-onaning tortishuvlari bo'lishi mumkin, uyda aka-uka opa-singillar o'rtasidagi janjallar. Bola qalbi uchun bu baribir sinov. Kattami, kichikmi-da? U xarakteringizga qanaqa ta'sir qilgan deb o'ylaysiz? Sinov o'zi umuman bolaning xarakteriga qanaqa ta'sir qiladi? Bironta yomonroq narsa bo'lsa, yo masalan tortishuv boshqa bo'ladi. Men shunaqa qilmayman degan narsa shakllanadi. Keyin qanaqadir yetishmovchilik bo'layotgan bo'lsa, men hali nasib zo'r bo'ladi, menda unaqa muammo bo'lmaydi degan narsa bo'ladi. Bizda o'zi unaqa ko'p puldan muammo bo'lmagan. Qaysi paytlar bir bo'lib erkin bo'lmagan u, lekin unaqa ko'p muammo bo'lmagan. Davrda hammada ham shunaqaroqda o'zi. Masalan, tashqarida eshitganman, dadam ismi Norjigit akadan qarz so'rasak har doim puli bo'ladi degan otsiflar bo'lardi-da. Bizda unaqa ko'p puldan muammo bo'lgan, bir bo'lgan bo'lishi mumkin. Pul tarafdan muammo bo'lmagan, shu mashinamiz bo'lgan, uy qishloqdagi eng yaxshi versiyadagi bo'lgan. Juda ko'p anaqa bo'lmagan, moliyaviy holatda yaxshi bo'lgan ancha. Mana shu ayollar mavzusida oilaning erkaklaridan baribir suhbatlashish kerak o'zim. Mana shu mavzuni tanlaganimizda men rosa xursand bo'ldim. Singlingiz haqida. Singlingiz bilan ham birga ishlaganmiz o'zingizlar jamoalarda. Singlingiz haqida nima deb ayta olasiz aka sifatida? Men, akam, opam bir vaqtda pashti uydan chiqib ketganmiz biza. Ya'ni akam bilan men o'qishga, opam to'y bo'lib ketgan. Bizda qishloqdan chiqib ketayotgan paytda o'sha paytga to'g'ri kelgan. Birdaniga singlim bilan ukam uyda qoladigan bo'lgan. Qaysidir biza qilib turgan ishlarni hammasi ularga qolgan. Singlimga qolgan, chunki ukam ancha kichkina bo'lgan. Singlim 2002 bo'lsa, ukam 2007 da 5 yosh raznica bor u payt. Qaysidir ishlar. O'sha paytda ancha xarakteri jo'stroq bo'lib shakllanib qolgan deb o'ylayman. Avvalroq ham shunaqa edi, biz birga o'ynab yurardik, har doim o'g'il bolalar bilan yurardi. Shu yil to'y bo'lyapti. Men bir 3 yildan beri tug'ilgan kunga kelmayman-da, ishlab. U kuni sizga yozgan paytim hayolimga keldi, shu 10-da tug'ilgan kuni bo'ladi. Shu yil boraman nasib bo'lsa. Nimadir qilib beraman deb. Shuning uchun keldim o'zi bugun. Yo'q. Bo'lmasa ishim ko'p hozir bu yoqda. Uylanganimcha singlim bilan yurganman ko'p. Uylanganimdan keyin nisbatan e'tibor qilishim ko'p narsa qolgan. Chunki ayolli bo'lasiz, farzandingiz bo'ladi. E'tibor beramiz, shu narsadan kamchilik qilganman 3 yil ichida. 3 yil bo'ldi uylanganim. Endi bu narsa baribir qaytib kelmaydi, chunki to'y bo'lib ketadi. Shuning uchun mana shu yil bir 3 oymi qoldi, hozir 2 oy qoldi. Shungacha nimadir qilayin degan harakat. Uni siz sizlar bilan oila a'zosi sifatidagi davri tugayotganini his qilyapsiz. Shunaqa. Chunki biza как бы jo'raday bo'lib katta bo'lganmiz, 3 yosh raznica. Akam bilan yaxshi-yu, nisbatan men bilan ancha ko'p sirlashadigan edi. Men uylanganimdan keyin ko'p aytgan menga. Avvalgidek bo'lmayapsiz deb. Men xarakterimda o'zim nimadir o'zgargan his qilmaganman-u, men bari tashqari tarafdan his qiladi-da. Ya menda hammasi yaxshi-ku deb ish bilan bo'lib yurdim. Qaysidir paytda sovg'a boshqa narsa, lekin avvalgidek bo'lmaganini aniq his qilganman o'zim. Balki turmush qurishingiz bilan ishlaringlardagi juda ham nimani kengayishi ham qo'shilib ketgani uchun bo'lgandir. Faqatgina ayol bilan emas. Ishlab yuribman-ku, shu nimadir qilayin deb harakat qilyapman-ku, o'ynab yurganim yo'q-ku degan anaqa bo'lganda o'sha e'tiroz bergan payt. Kuyov o'zini tanlov bo'ldimi yoki qanaqadir darajada kelishib, taklif bilan o'rtada bo'ldimi bu tanlov? Ya o'zini tanlovi, o'zi avvaldan ham biz eshitmaganmiz u, sinfdosh bo'lgan o'zi. Sinfdoshmi? Avvaldan ham aytgan, singlim yo'q degan, keyin shu yil o'tgan 25-yilda qayta aytganda akamga aloqa chiqqan bo'lgan, shunaqa debdi.
o'lib ko'rsak bo'lar yaxshi anaqa deb. Ya'ni avvaldan yaxshi ko'rishib yo nimadir qilib yurmagan. Taklif Uni berilgan, bilgan o'ylab aqlli lekin qarab. mana sizlarni jamoanglarni yana bitta kuchli jihati deb o'ylayman. Endi men kuzatib tashqaridan ko'rayotgan odam sifatida sizlar jamoaga o'zinglarni atrofinglardagi yaqinlarni ish bilan ta'minlash orqali erishgansizlar. Shunaqa. Bu juda kuchli narsa. Ana qarindosh urug' tanish bilishga berib qo'yib ishni chayish emas, dabdala qilish emas. Shu ishga ehtiyoji bo'lgan, muhtojligi bo'lgan yoki bo'lmasa jamoa tarkibida bo'lishga arziydigan yaqinlarni birinchi to'playmiz. Shunaqa. Jamoanglar deyarli begona yo'q-da. Ha, hammasi Keyin qo'shilgan bo'lmasa, davlatda eshitsam, uni eshitsam hammasi tanish, qarindosh, sinfdosh, o'rtoq, qo'shni bo'lib chiqasizlar-da. Bizda shu tanish bilish olayotganda ko'pchilikda tanish bilish bilan ishlab bo'lmaydi, nimadir bo'lganda keyin qarindoshlik uzilib ketadi deydi-ku. Bor unaqa keyslar ham. Hali bizning jamoada bo'lmadi-yu. Shu yuksalishda ishlatganida bir ikki Anvar aka ham shunaqa stilda ishlaydi. Hamma tanishlarini birinchi ish bilan ta'minlab, ularga yaxshi bo'lsin degan, lekin shuni ichida baribir aldab ketgani, pulga xiyonat qilgani bor. O'shundan keyin to'g'ri qarindoshchilikka ham anaqa tur yetadi. Bizda hali unaqa bo'lgani yo'q, lekin oldindan aytamiz, agar ishda nimadir muammo bo'lsa, shu senga berilgan vazifa bo'lsa, seni haydab yuboramiz. Shunaqa haydab yuborayotgan darajada bo'layotgan bo'lsa, undan xafa bo'lmaysan. Yo ketkizib yuborishimiz mumkin agar shu funksiyani qila olmasang. Uni ochiq oydin oldindan kelganda o'sha masalan tog'am aytayotgan bo'lsa, tog'amga ham aytamiz. Agar muammo bo'lsa haydab yuboramiz, xafa bo'lmaysizlar. Bolasiga ham aytamiz shu kelayotgan. Lekin munosabat saqlab qolasizlar. Ha. Hali bizda unaqa holat bo'lgan yo'q umuman. Demak, ishdagi jarayon to'xtaydi mutaxassislik masalasida, lekin munosabat davom etib keta oladi. Shunaqa. Boshqa tashqaridan kelgan odamga ko'ra nisbatan bular bilan ishlash qulayroq, chunki bemalol nimadir xato qilganda qattiqroq urisha oladi. Men masalan jostki rejimdagi rahbarman. Masalan, kecha oqshom esimda bitta amakim o'g'li men bilan birga ishlaydi. Telegramda reklama yoqishda nimadir xato qilgan. Reklama o'chib qolgan. Oqshom soat 12 da urishib, birgacha reklama yoqtirdim o'shalarga. Chunki deadline'imiz qisqa edi. Bemalol ishlay olmayman. Bitta boshqa mutaxassis bo'lganda betanish unaqa qila olmasligim mumkin edi deb o'ylayman. Hozir mana shu yerda meni xavfga soladigan bitta holat ketdi. Shuni aniqlashtirib olaylik. Siz deadline kamligi uchun va shu ish bitmasa bo'lmasligi uchun ishlattirdingizmi yoki uni bu narsadan xulosa chiqarsin ma'nosida jazolash uchun qildirdingiz? Yo'q, birinchi variant. Birinchi variant. Chunki men oldindan tayinlaganman-da, mana faktorlar bo'lish kerak. Shuni oldindan hisobini olgan, reklama o'chmasligi kerak. Muammoni har doim yechimi bo'ladi. Biza masalan reklama kabinetiga pul tashamaganmiz. Shuning uchun o'chgan o'zi. Nega shuni oldindan plan olmagansan debman. Reklama kabinetiga pul tashamaganda ham boshqa joydan olib turib yoqish mumkin-da. Shuni qilmagan. Yechim qidirmagan. Ishchi bo'lib qolgan katta. Mana shu masalada men sizga shogirdlikka borishim kerak ekan. Men faqat tilda anaqa qilaman-da. Xafa bo'laman, norozi bo'laman, boshqa qilaman. Lekin shunaqa rahbarlik amaliyotga o'tkazish uchun anaqa ham yetmaydi, rahbarlik kuchim yetmaydi. Bu muhim xususiyat. Va yana men o'ylaymanki, sizlarda juda ham anaqa aniq qiladigan ishlari xodimlarnikini juda aniq tuzib tashlagansizlar. Sizlar ofisingizga borsam borku, kerak bo'lsa har qarishda strelka turganga o'xshaydi. Ani antika o'tasan, bu xonaga o'tasan, bu yerda bunaqa qilasan, qo'lingni yuvasan, sochuvga artasan. Sizlarda rostdan ham qoidalar aniq tuzib qo'yilgan va odam nima talab qilayotganini yoki nimaga majburligini aniq bilgani uchun balki osonroq bo'lsa kerak. Shunaqa. Lekin bunaqa rejimda ishlash rostdan qiyinlik qiladi. Bizda endi mana bunaqa-ku, zapusк payti ko'p ish bo'ladi, qolgan payt bekorroq-ku. Masalan, bir hafta damga ketishi mumkin-da keyin. Sprint rejimda ishlab, zapusgacha sotuvda o'tkazib bo'lib, keyin damga ketishi mumkin ixtiyoriy. Sizlar o'sha bolaligingizdagi sistemani qo'llaysiz. Sezasizmi? Ish oxiriga o'z vaqtida bitsin, keyin mana bor o'yna. Shunaqa. Stili bor. Demak, sizlarda выгорание bo'lib ketib qolmaydi, xodimlar. Sizlar ularni dam olishini, boshqasini ta'minlaysizlar. Chunki menga shunaqa ko'rinadi, yo'ldosh. Sizlar ustma-ust sotuv, o'zi bitta sizlarda demoqchi emasman. Umuman zapus sistemasida ishlaydiganlar, ustma-ust sotuv, bir nechta ekspert bilan ishlash, efirlar, bular ko'p narsa-ku. Bir paytda bir nechta bilan ishlash odamning kuchini katta qismini olib qo'yadi. Chunki biz sizga bog'liq bo'lmagan darajada kelish kerak. Katta oqim ham hamma narsa. Bu odamning xavotirlanishi orqali ham kuchini yemiradi. Shunaqa. Keyin uni qoplashga yaxshilab e'tibor bermasa kasal bo'lib qoladi, ishdan sovib ketadi. Dam olishga chiqilinadi har doim. Bitta zapusdan keyin qanchadir dam bo'ladi. Lekin ana hozir siz bir marta zapus qilayotganingizda 5-marta bo'layotganda siz aytganda vahimali ko'rinadi-da u. Biz hozirgacha bir 150 tadan ko'p zapus o'tkazganmiz-da umumiy. Biz uchun juda oddiy holat bu.
juda oddiy holat. Sen mana shu ish qilasan, bo'ldi, mana shunga javob berasan, bo'ldi. Qachondir muammo bo'lsa, kechagidek bo'lishi mumkin. Odatdan unaqa ko'p muammo bo'lmaydi o'zi. Ya'ni Reelsga tushib bo'lgan, o'shan qilinsa bo'ldi, u ketaveradi. Bir paytlar zerikarli bo'lib qoladi zapis qilish. Juda zerikarli bo'lib qoladi. Chunki avvalgi rejim, avvalgi narsalar, shuning uchun har doim nimadir qilishga harakat qilamiz, har doim o'xshagan yo'q, lekin nasib bo'lsa yaqinda shu qurilish bozorida zapis qilayotganimizda ancha bombический versiya chiqadi, bitta plan ishlab chiqqanmiz. Shu ayni Cybertruck bilan bog'lab, kollaboratsionniy juda yaxshi narsa chiqadi nasib bo'lsa. Bugun ichkarida loyihasining birinchi soni bo'ldi va biz siz bilan odamlarni asli ichida nimalar, qanaqa fikrlar o'tishini filtrlasiz, bekitmasdan ochiq gaplasha oladigan mutaxassisni chaqirishga harakat qildik. Ularning psixologik holatlari ham yoki biznesdagi pozitsiyalari ham sizga ham manfaatli bo'ladi degan umidimiz bor. Bizani kuzatishda davom eting. Biz filtrlarsiz, gajangdorliksiz va ichki haqiqatlar bilan bo'lishib borishga harakat qilamiz.